Mana retseptim asosida bir marta bo'lsa ham Napoleon tayyorlab ko'ring. Birinchi martasiga bittada o'xshab chiqishiga ishonchim komil. Retseptni to'liq grammlari bilan tushuntirib o'taman. 800 gramm elangan oliy navli unimizga 400 gramm shedreleta margarinini solib urib oqib olamiz. 200 ml muzdek suv, 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq 9% sirka kislotasidan solib urvog'imizga qo'shib, xamirlarni faqatgina biriktirib chiqamiz. To'rtburchak shakl berib 8 bo'lakka bo'lib chiqamiz. Dumaloq zuvalachalar yasab, zuvalachalarimizni jo'va yordamida ochib, konvert shaklda o'rab chiqamiz. O'ralgan konvertlarimizni 1 sutka davomida xolodilnikda tindiramiz. 1 sutka tingan xamirni ustidan bostirib yoyamiz. Konvertni ochmaymiz. Listimizni orqasiga yoyib, sanchiq bilan sanchib 5-6 minut 180 gradusda pishirib olasiz. Xamirni yoyib tindirib qo'ysangiz pishganda kirishib qolmaydi. Krem uchun xona haroratida yumshab turgan 200 gramm shedreleta va 800 ml quyiltirilgan sut solib, mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda ham mayin bo'ladi. Har bitta qatoriga kremlarni ayamasdan surtib chiqing. 7 ta qavatning orasiga yaxshilab kremlarni surtib chiqdim. 8-sini esa maydalab ustiga bezak uchun sepib oldim. Og'izda eriydigan napoleonlarimiz tayyor. Zakazga bemalol qo'rqmasdan tayyorlasangiz bo'ladi.